estetik nuqsonga asosan amaliyot bajarmoqchimiz. Ko'rib turibsizlar, o'ng quloqlari chap quloqqa nisbatan ko'proq qayrilgan shalpon quloq holatda. Endi bir xil qilib quloqlarni mana bunaqa tarzda yotqizib beramiz va simmetrичный chiroyli holatga olib kelamiz. Quloqimiz mana shunaqa tarzda bo'ladi. Kuzatib boringlar, operatsion kadrlar bo'ladi, albatta natijalar bilan ham ulashamiz. Bizda otoplastik amaliyotdan keyingi 2 haftalik natija quloqimiz holati. Ko'pchilik jarohat izini so'raydi. Marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Topilmaydigan holatda quloqning orqasida qoladi, kesilgan joylarimizdan bilinmaydi. Tak, akkuratni tabiiy qilib berganmiz. Mana shunaqa chiroyli holatda. Endi quloqlari ham ozgina atyoqlar bor. Bular yana ketib chiroyli holatga keladi.